Hozir meni kuzatib turgan bo'lsanglar, aniq bilaman, sizlarning ham bo'yninglarda qotish og'rig'i, kechasi qo'lda uvish bezovta qotgan bo'ladi. Chunki bo'yninglarda osteoxondroz asorati bilan qiynalib yurgan bo'lasiz. Videomizni oxirigacha kuzatib tursangiz, bu videoda bo'yin osteoxondrozidan qanday qilib yangicha tabiiy yo'l bilan qutulish mumkinligini aytib o'taman. Kuzatishda davom eting. Bo'yin osteoxondrozi hozir ommalashib ketgan, chunki ko'pchiligimizni bo'ynimizda qotish, uzoq o'tirsak og'riq, achish hissi bor. Achish hissi yelkaga qarab tortib og'rish bo'ladi yoki kechasi yotganda qo'limizda uvish hissini beradi. Chunki bizani hozirgi hayotimizda o'troq hayot ko'p, ya'ni barcha ishlarimiz kompyuterda bo'lib ketdi. Hozir kimni qo'liga qarasa, hammani qo'lida telefon, Instagram. Soatlab Instagramda o'tirganimizni, bir joyda qimillamasdan harakatsiz o'tirganimizni sezmay qolamiz. Agar shu holatda uzoq vaqt davom etadigan bo'lsak, bo'ynimizda harakat, mushaklar ishlamagani sababli o'tda oziqa aylanishi kam bo'ladi. Ya'ni tog'aga yetib boradigan kislorod, qon kam bo'lgani uchun o'tda osteoxondroz shakllanadi. Endi qanday qilib bunga yechim berishimiz mumkin? Mast turish kerakmi yoki umrbod mashq qilib yurish kerakmi degan savol ko'pchilikni qiynaydi. Bu holatda qanday yechim beriladi? Bu holatda albatta bo'yin mushaklari spazmi tekshiriladi. Buni tekshiruvchi maxsus yangi kinezologiya pediatriya degan yo'nalish mavjud. Biz bu yo'nalish orqali bo'yin osteoxondrozi, bo'yindagi qotish, qo'ldagi uvishlarni zamonaviy uslub bilan yaxshi yechim berib kelyapmiz. Hozir buni sizlarga tushuntirib beraman. Bu uslub qanday ishlaydi? Birinchi bo'lib bo'ynimizni ushlab turadigan barcha mushaklarni test qilib, ya'ni manualniy mышечный тестирование, kinezologik test qilib chiqiladi. Bu test davomida qaysi mushaklarimiz gipotonus, qaysi mushaklar gipertonus holatdaligi aniqlanadi. Endi hozir bizani kuzatib turgan muxlislarimizda savol tug'iladi. Gipotonus o'zi nima? Gipertonus o'zi nima? Hozir bunga tushuncha qilib berib ketaman. Endi xalq tilida tushuntirsak, nerv sistemamizni elektr simlariga o'xshatsak bo'ladi. Misol uchun, uyimizda montaj qilingan elektr simlari. Elektr simini ichidan yuradigan tok bu impuls, ya'ni nerv tizimimizda yuradigan impuls deb misol qilsak bo'ladi. Endi sizlarga bitta narsani aytaman. Agar tok 220 kelsa, uydagi barcha jihozlarimizga kir mashina bo'ladimi, xolodilnik, televizor bo'ladimi, normada, ya'ni kuyib qolmasdan o'zini ishini olib boradi. Endi tok kuchayib ketsa ham, ya'ni 380 ga chiqib ketsa, hamma jihozlarimiz kuyib qolgani kabi, organizmdagi mushaklarga kelayotgan impuls ko'tarilib ketsa, insonning mushaklari gipertonus holatiga kelib qoladi. Endi impuls tushib ketadigan bo'lsa, ya'ni tok 150-170 kelib qolsa, xuddi ishlayotgan jihozlar kuyib qolgani kabi mushaklarimizda gipotonus bo'shash holatligi mavjud bo'ladi. Mana endi sizlar gipotonus, gipertonus nimaligini yaxshi tushunib oldinglar. Endi norma tonus degan holat bu insonning sog'lig'i garovi, sog'lig'i belgisi. Ya'ni mushaklarimiz normada ishlaganda bo'yin qismida, qo'l qismida hech qanaqa og'riq, uvishlar bo'lmaydi. Endi ko'pchilik shu shikoyat qilib kelgan insonlarda yoki gipertonus holati yoki gipotonus holati uchraydi. Biz buni test orqali aniqlab olamiz va bunga qarshi chora qilamiz. Ya'ni gipotonus holatini normaga olib kelish uchun nerv qisilishlari ochiladi. Agar gipertonus holatda bo'lsa, uni bo'shashtiruvchi maxsus nuqtalarga ta'sir qilib, uni normaga qaytaramiz. Mushaklar normaga kelgandan keyin o'z navbatida bo'yin qismidan tarqagan nervlar qisilishlari ochiladi va qo'lga, bo'yinga yengillik keladi birdaniga. Agar gipotonus holatida bo'lsa, unga nerv quvvatini tochkalarga ta'sir qilib oshirishimiz orqali u joyda rezki qon aylanishi yaxshilanadi va inson sirazi og'riqlardan xalos bo'ladi. Sizda bo'yin osteoxondrozi bo'lganda nervpatolog yoki terapevtlarga murojaat qilganingizda bunga endi nima deydi, mashqlar qiling, keyin qizdiruvchi mazlarni suring, og'riq qoldiruvchi dorilarni, даже blokadalarni tavsiya qilishadi. Endi og'riq kuchaygan paytda blokada. Endi yaxshi dori ukollar yordam beradi, og'riqni qoldiradi, qizdiruvchilar yumshatadi, lekin kasallik ildizini olmaydi. Kasallik ildizi shu bo'yin qismidagi muskullarni tonusini buzilishi yoki bo'shashib ketishi yoki juda qattiq siqilib qolishi. Dori ukollar tonusni o'zgartira olmaydi. Shuning uchun buni maxsus nuqtalarga ta'sir qilish orqali tonusni o'zgartirilsa, bu holatdan hech qanday dori ukollarsiz nima deydi, to'liqligicha, ya'ni 100% ga qutulish mumkin bo'ladi. Tajribamizda shunaqa bemorlar kelishadi, bo'ynim uzoq yildan beri qotib turadi, og'rig'im surunkali, to'xtamaydi deyshadi. Biz tekshirsak, bu bemorlarimizni bo'yin qismidagi muskullar, mana ko'p muskullar, trapetsiya vidniy mышца deydi, ya'ni trapetsiya simon muskul.
ayniqsa shu trapetsiya muskulimiz spazmda bo'lib qoladigan bo'lsa, u insonning bo'ynida, yelka qismida surunkali og'riq bo'ladi. Buni gipertonus holatini maxsus nuqtalarga ta'sir qilish orqali 1-2 daqiqa davomida bo'shatib berilsa, u odam birdaniga yengillik sezadi, hech qanday ukollarsiz. Shunaqa tajribada holatlar bo'ladiki, bemorlarimiz bir yillab lecheniya olib og'rig'im qolmadi deydi. Mana shu 5-6 kunlik kursdan keyin 100% ga og'riqlarim to'xtadi deb aytishadi. Sizlarda ham xuddi shunaqa bo'yin qismida osteoxondroz bo'lib, qo'lga uvishish, boshga og'riq, ko'zga xiralik berayotgan bo'lsa, ushbu raqamlar orqali bizga murojaat qiling. Tekshirib oldin tashxis qo'yib, kasallikni to'lig'icha davolashga yordam beramiz. Bu videoni bo'ynida og'rig'i bo'lib qiynalib yurgan yaqinlarimizga yuborib qo'ying. O'zingizda ham xuddi shunaqa muammo yuzaga keladigan bo'lsa, kommentariyada bo'yin so'zini yozib qoldiring, o'zimiz aloqaga chiqamiz.